Nega zirhli sovutlar tarix sahnasidan yo'qoldi? Bugun biz tarix sahifalarida ko'p uchraydigan, ammo keyingi davrlarda g'oyib bo'lib ketgan zirhli sovutlar haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilik bu sovutlarni Jumong serialidagi jangchilardan eslab qolgan. Han imperiyasi va Goguryeo lashkarining qora, o'qitmas temir zirhlari o'sha davrning eng ilg'or himoya vositasi bo'lgan. Shuningdek, o'xshash zirhlar keyinchalik Yevropa ritsarlari va salbchilar tomonidan ham keng qo'llanilgan. Ammo savol tug'iladi. Nega bu qudratli himoya vositasi vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketdi? Dastlabki davrlar kam sonli, ammo kuchli jangchilar Goguryeo va Han imperiyasi davrida jangchilarning soni nisbatan kam bo'lgan. O'rtacha 10 mingdan 20 minggacha askar bir yurishda qatnashgan. Mudofaa devorlari hali keng tarqalmaganiga sabab jangchilar to'liq himoyalangan zirhda jang qilgan. Zirhlar har bir jangchining hayotini saqlab qolish vositasi edi. Shu sababdan ularning har biri qimmatbaho, ammo zarur hisoblangan. Katta imperiyalar vaqt o'tishi bilan urushlarning kengayishini ta'minladi. Masalan, Tan imperatori Li Shimin boshchiligida 1 million kishilik qo'shin Goguryoga yurish qilgan. Goguryoda esa 200 mingdan ortiq jangchi va 100 mingdan ortiq mudofaa qalasi bo'lgan. Shunday sharoitda ham har bir askarning zirh bilan ta'minlanishi imkon darajasidan tashqaridagi ish edi. Bir dona og'ir sovut o'rniga 10 ta qilich yoki yuzlab o'q yasash mumkin bo'lgan. Natijada hukmdorlar askarlarni ko'proq qurollantirishga, lekin kamroq himoya qilishga majbur bo'ladilar. Vaqt o'tgan sari jang maydonida katapultalar, olovli to'plar va temir o'q-yoylar paydo bo'ldi. Bu qurollar temir zirhlarni ham bemalol teshib o'tardi. Zirhli jangchi endi devor ortida himoya emas, balki og'ir yuk bo'lib qoldi. Yengil harakatlanuvchi askarlar janglarda ustuvorlik qila boshladi. Yirik qo'shinlar davrida zirhning amaliy ahamiyati yo'qoldi. Masalan, Xorazmshohlar 400 minglik qo'shinga ega bo'lgan. Mo'g'ullar, Saljuqiylar, Temuriylar, Oltin O'rda kabi davlatlarda ham 100 minglab askarlar qatnashgan. Bu miqyosda hammani temir zirh bilan ta'minlash amalda imkonsiz edi. Faqat sardorlar, qo'mondonlar va avangard jangchilar zirh kiygan. Qolganlari esa yengil qurollangan oddiy askarlar bo'lgan. Zamonaviy qurollar davrida sovutning qiymati qolmadi. Vaqt o'tib porox, o'qotar qurollar, keyin esa to'plar va snaryadlar paydo bo'ldi. Bu yangi davrda hech bir sovut, hech bir dubulg'a insonni himoya qila olmas edi. Natijada harbiylar e'tiborini himoyadan emas, hujum qurollarini rivojlantirishga qaratdi. Zirhlar esa asta-sekin muzey eksponatlariga aylanib ketdi.